Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Tushunasizlar, Malayziyada Xitoyliklarning hozir yangi yili hisoblanadi-yu. Shuning uchun Xitoyliklar o'ziga yaqin davlatlarga kelib, mana shunaqa yarmarkalar tashkil qilayotgan ekan. Bu hozir biz o'shani ikkitali bashnaning ichidagi olish-berish markazidan ichidagi tarbiya sentrida. Lekin narxlar juda qimmat, nerealniy qimmat. Mana misol Louis Vuitton magazin yoki Christian Dior magazini boshqasi bilan hazilakam pullarga sotilmayapti narsalar. Bir dona qo'yib qo'yishgan. Qimmat magazin bilan arzon magazinni shunaqa ajratib olishsa bo'lar ekan bu yerda. Arzon magazinda mahsulot ko'p yoyilar ekan. Qimmat do'konda bitta ikkita dona, masalan, mana Saint Laurent degan magazinda ko'rasizlar, vitrina polkalari bo'sh, lekin o'zi jo'rtalib tushunib qo'ygan. Bir dona, ikki dona. Mana ham Gucci ham hozir yaqinlashtiraman. Gucci magazini ham xuddi kim bir bo'sh magazinga o'xshayapti, lekin kirsanglar bitta sumkasi $3,500, $3,700 и так далее. O'shanaqa qilib magazinlar farqlasa bo'lar ekan. Bor, mana shu Pradani podoriginal magazinlari ham bor, arzonlari. Lekin bu qimmat juda ham magazin. Mana vitrinalarni ko'rasizlarmi? Bitta dona sumkalarni qo'ygan. Bu yerda o'sha orqasi